Kecha Instagramdan bitta video reels chiqib qoldi. Bir kim ekanliklarini bilmayman, ahamiyat bermayman. Bir erkak kishi shamollash davolasa 7 kunda, davolamasa 1 haftada o'tadi deb video reels chiqibdilar. Davolasa 7 kunda yaxshi bo'ladi, davolamasa 1 haftada yaxshi bo'ladi. Men hozir butun meni eshitib turgan o'zbek zabonini tushunadigan odamlarga bitta yangilik aytaman. Shamollash davolasa 7 kunda yaxshi bo'ladi, davolamasa 1 haftada yaxshi bo'ladi. O'zi 1 hafta 7 kundan iborat-ku. Bo'ldi. Shamollash davolanmaydi. Shamollashga uyda o'zingiz bilganingizni qiling. Paracetamol ichib turing temperaturaga. Yevropa shunga asoslangan. Xuddi shunday. Siz shamolladingizmi? Bo'ldi, 7 kunda o'tadi, iloji yo'q. Antibiotik boshlasangiz ham 7 kunda o'tadi, boshlamasangiz 7 kunda o'tadi. Iloji yo'q. Bu standart bu. Kommentariyalarga kirib o'qisam, vrachlar, oddiy odamlar, yana doktor deb yozilgan profildagilar juda ko'pchiligi ularga bu noto'g'ri degan narsada haqida, bu noto'g'ri degan tushunchada komment yozishibdi. Bu to'g'ri. Bu gapni meni o'zimni vrachim menga 3 yil oldin aytgan va biz 3 yildan beri antibiotiklardan foydalanmaymiz. Abdulloh buyoqchi, bitta ko'rin o'g'lim. Noyabrda bolalar kanikulga chiqqan paytda, bitta ko'rin mana 1 hafta kasal bo'lib yotding-a? Covid bo'lib yotdi uyda. Necha marta dori ichding? 2 marta. 2 marta paracetamol ichdi faqat. Biz uyimizda faqat paracetamol bor, og'riq qoldiruvchi dorilar ham yo'q. 2 marta paracetamol ichdi, 1 hafta istamaladi, istamasi juda baland edi, nafas olishga qiynaldi, lekin chuqur nafas olib, ko'p terladi, ko'p suyuqlik ichding-a? O'tkazdi, lekin tuzaldi. Biz 3 yildan beri mana shu prinsip asosida yashaymiz. Antibiotiklar yo'q, bizni kundalik hayotimizda antibiotiklar yo'qdi. Vrachchi, bu odamni gaplariga 100% qo'shilaman. Chunki buni men o'zim hayotiy tajribamda o'tkazdim. Mana o'g'lim o'pkasiga o'tmadi, Covid bo'ldi. Juda ham og'ir sostoyanida. Hid bilmading, tam bilmading-a? Normalniy Covid bo'lib o'tdi, lekin tuzaldi. Pnevmoniya bo'lib o'tkasiga o'tgani yo'q, boshqa qilgani yo'q.